Garovimi kariz qaynonamni kartasiga shopping qilishga. Birinchi bo'lib Sol Trench pastalari bilan tishimizni yuvib olamiz. Keyin 99% guruchdan tayyorlangan ushbu penka bilan yuzimizni yaxshilab yuvib olamiz. Ushbu penka quyosh nuridan tushgan dog'larni va tug'ruqdan qolib ketgan dog'larni yo'qotadi. Quyosh nuridan yuzingizga dog' tushishini kutib o'tirasizmi yoki-da 99% guruchdan tayyorlangan ushbu penkani ishlatishni boshlaysizmi? Tanlov o'zingizdan. Yuzimizni yaxshilab yuvib olganimizdan keyin oval sprey bilan yuzimizni namlantirib olamiz. Gullarga yoki o'simliklarga suv quysak, o'sib, gullashni boshlaydi. Yuzimizni chuqur namlantirib yursak, ajin tushishini oldini oladi va yosharishni boshlaydi. Ushbu krem pijerilik bo'lib, yuzimizdagi ajinlarni yo'qotadi, chuqur namlantirib, yuzimizni yaltiratib qo'yadi. Agar bu kremdan keyin makiyaj qilsangiz, yuzingizga makiyajingiz silliq o'tiradi. Koreychlarning yuzi nimaga har doim yaltirab turadi deb qiziqsangiz, ular pijerilik kremlarni juda ham ko'p ishlatishadi. Voy yuzimga hol chiqibdi deb o'ylashga shoshilmang, chunki o'sha holingiz quyosh nuridan tushgan dog' bo'lishi mumkin. Shuning uchun 24 soat yuzingizni quyosh nuridan saqlab turuvchi ushbu SPF ni ishlatishingiz shart. Yuzingizga SPF ni ayamasdan surting. Oxirida esa yuzimni yana bir bor namlantirish uchun oval spreyni sepib olaman. Siz esa bemalol shundan keyin makiyaj qilib ko'chaga chiqib ketishingiz mumkin. Yuzingizni qanchalik ko'proq namlantirib yursangiz, shunchalik yuzingiz yosharishni boshlaydi. Orqamdagi nari uje kiyinib tayyor bo'lgan kosmetikalaringni maqtan urmasdan tezroq shopping qilishga ketdik deb yotibdi. Shuning uchun bye. Xullas qaynonamni kartasini olib shopping qilishga ketdik.